Yaqinda SAT dan imtihon topshirasiz, lekin matematika qismidan balingiz 650, 750 atrofida qotib qolgan, nima qilishni bilmayapsiz. Hech xavotir olmang, biz Messengers jamoasi sizlar uchun yangi loyiha boshladik. 2025-yil tushgan har bitta imtihondan 10 tadan top savollarni yig'ib, har kuni PDF hamda video yechimini kanalga yuklab boryapmiz. Siz top 10 ta savolni yechasiz. Qaysi savol turida qiynalsangiz, xuddi o'sha savol turiga doir oldin yechgan testlaringiz yoki oldin ishlagan mavzularingizga doir kamida 3 ta yo 4 ta o'sha savol turidan yechib borasiz va 10 kun davomida balingiz sezilarli darajada oshadi. Demak, biz top 10 ta iyun oyida tushgan savollar yechimini boshladik. Demak, misollar tahlilini boshladik. Misollar asosan yaqinda SAT topshirishni reja qilgan ustozlar va o'quvchilar bo'lganligi uchun juda ham har bitta so'zini maydalab tarjima qilmasdan kerakli joylarini tarjima qilish usullari yordamida yechish usullarini ko'ramiz. Boshladik. Birinchi savol matnli masalalarga oid savol. Qisqacha ma'lumot beraman. Odatda eng ko'p matnli masalalar uchraydi. Foizlarga oid matnli masalalar ko'p uchraydi. Bir nechta miqdorlar orasidagi foizli bog'lanishlar. Undan tashqari Xo'p, kelishi mumkin o'rtacha qiymatga oid, o'rtacha qiymatni hisoblashga oid matnli masala, qismga oid matnli masalalar odatda ko'p uchraydi. Hozir ko'radigan masalamiz bizda o'rtacha qiymatga doir matnli masala. Tekstimiz juda ham uzun. Buning ichidan biz o'zimizga kerakli so'zlarni, kerakli joylarini topa olishimiz kerak. Savol turini aniqlaymiz birinchi. Xo'p. Savol turi qanaqa? Masalani o'qiymiz. Gapning egasi, gapning kesimi. Doimgidek kirish qismida akademik so'zlar bo'lishi mumkin. Sizni qo'rqitadigan jarayonga e'tibor bermang. Gapning egasi, gapning kesimiga ajratib oling. Va bizga aytayaptiki, 185 ta organic compound, ya'ni kimyoviy masala ekan bu. 175 ta organic compound finding topmoqchi boiling point. Boiling point degani bu ham kimyoviy so'z. Bunda ham tarjima qilishga qiyin bo'ladi siz uchun, chunki bu qaynash temperaturasi degani. Har bitta compoundni, har bitta birikmani qaynash temperatura o'rganilyapti, qaynash temperaturasi. Va o'shanda nima bo'ldi? 175 ta compound mean boiling point, o'rtacha qaynash temperaturasi 167 gradus ekan. Xo'p, mana shu joyi bizga eng kerakli ma'lumotlardan biri. 175 tasining o'rtacha qaynash temperaturasi 167 gradusga teng bo'lgan. Endi nima qilyapti? Scientist, o'sha olim classified, sinflarga ajratdi each of these compound. Mana shu compoundlarni barchasini, har birini either yoki unisiga yoki bunisiga, ya'ni ikki xil toifaga bo'ldi. Bittasi mana bu toifa. Xo'p, buni men alohida rangga bo'yib qo'yaman. Or yoki ikkinchi toifamiz mana bunisi. Ya'ni mana shu 175 tani ikkitaga bo'ldi. Bittasi S bilan belgilayman, yana bittasini V bilan belgilayman. So'zlarimiz hammasi o'sha akademik darajadagi kimyoviy so'zlar. Buni tarjima qilishga harakat qilmaslik kerak iloji boricha. Endi nima qilamiz? 175 ta compoundni 50 tasi. 50 tasi. Hop, meaning boiling point, ya'ni o'rtacha qaynash temperaturasi 327 bo'lgan. Ya'ni mana bundan 50 ta bor desam, buning o'rtacha qaynash temperaturasi 327 gradus bo'lgan. Qolgan nechta qoladi? 175 tadan 50 tasi chiqib ketyapti, 125 ta qoladi. Mana shu 125 taning o'rtacha qaynash temperaturasini x deb belgilayman. Umumiy bizga ma'lum, 175 taning o'rtacha qaynash temperaturasi 167 dan bu teng bo'lishi kerak. 50 tasining o'rtacha qaynash temperaturasi hop 327 qo'shilgan qolgan 125 tasining o'rtacha qaynash temperaturasi x dan. Tenglamani tuza olaylik. Mana shu tenglamadan x ning qiymatini topadigan bo'lsam 103 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 103. Savol turiga e'tibor beramiz. Ya'ni savol turida o'rtacha qiymatga oid savol turi bo'ldi. Umumiy nechtadir birikmani o'rtacha qaynash temperaturasi berilgan. O'sha 175 ta compound ikkita qismga bo'lingan, ikkita turga bo'lingan. 50 tasiniki 327, qolgan 125 taning o'rtacha qaynash temperaturasini topishimiz kerak. Savolda oxirida ham o'z savol turini bilsak, savolning oxirini o'qishimiz shart emas. Nimaga teng?
meaning boiling point o'rtacha qaynash temperaturasi 125 ta compound, ya'ni qolgan 125 tasi qoldi-yu bizda. O'shaning o'rtacha qaynash temperaturasi so'ralgan edi. Keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol. Darajali modellashtirishga oid savol. Hop. Bu aslida darajali modellashtirishga oid savollar juda ham oson bo'ladi. Lekin eng chalg'ituvchi savollar ham mana shuning ichida bo'ladi. Hattoki mart oyida ham shunaqa bo'ldi. Darajali modellashtirishga oid savol ko'pchilikni chalg'itdi. Bunda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu darajasi. Misol uchun x taqsim 3 turibdi bu yerda, lekin sizda savolda so'rayaptiki, har 6 oydagi so'ralyapti. Boshladik. Given function f. F funksiya nimani beradi bu yerda? Fx nimaligini bilsam, x nimaligini bilsam, faqat savolni o'qiyman odatda. Fx ning qiymati increase oshyapti, p foizga oshyapti. Every increase x by 6. Mana shu joyni tarjima qilamiz. Every increase, har bir o'sishda x ning qiymati 6 ga. Ya'ni x har 6 ga oshganda p foizga oshyapti. P foizga oshyapti ekan fx ning qiymati. O'shanda funksiyamiz qanaqa bo'ladi? Fx teng dastlabki qiymat tepada 24 turibdimi? 24 ko'paytirilgan p foiz oshganligi uchun 1 plus p taqsim 100 darajasiga x taqsim 6 ni qo'yaman. Nima uchun? Chunki x har 6 ga oshganda bu p foizga oshyapti. Har nechiga oshayotgan bo'lsa, o'sha mahrajga tushadi. O'sha darajasining mahrajiga tushadi. Demak, bu ham teng 24 ko'paytirilgan 1.30 darajasida x taqsim 3. Ikkalasi teng. Endi moslik o'rnatib, mana shundan p ning qiymatini aniqlashim kerak. Hop, endi 1.30 ni yozaman. 1.3 ni kvadratining x taqsim 6 deb yozaman. X taqsim 3 ni kvadratining x taqsim 6 deb yozib oldim. Endi asoslarni tenglab qo'ysam bo'ldi. 1 plus p taqsim 100 ni qiymati teng bo'lishi kerak 1.3 ning kvadrati, ya'ni 1.69 ga. Bundan p ning qiymatini topadigan bo'lsam, 69% kelib chiqadi. To'g'ri javob D. Sizlarga tavsiya beraman. Mana shu darajali modellashtirishga oid may oyida yoki iyun har bitta imtihonda tushgan savollarni aniq ko'rib chiqing. Eng qiyinlarini, ko'pchilikni chalg'itib qo'yadigan masalalar mana shu savol turidan tushyapti. Misol mart oyida tushgan savolni juda ham ko'pchilik yecha olmagan. Uchinchi savol. Mana shu savol turiga ham diqqatli bo'lishlaringizni so'ragan bo'lar edim. Tarjima jihatdan ham, mulohaza yuritish jihatdan ham ko'pchilikni qiynayotgan savollardan biri bu ham. Mana shunga doir ayni bu testda men ikkita savol olganman. Ayni mana shu savol turiga doir. Xo'p, savol turi qanaqa bo'ladi? Bizga aytayaptiki, a carpenter charges, gapning egasi, gapning kesim. Kimdir nimadir qilyapti. Sizga mana bu so'z kerakli so'z, charges degan narx qo'ymoq degan. Narx qo'ymoq. Kimdir mana narx qo'yapti. $234 first 3 soat. Ya'ni dastlabki 3 soat uchun $234 narx qo'ydi. Work ishlagan, ya'ni o'zida ishining 3 soati uchun $234 stavkadan narx belgiladi. And va $65 each additional hour of work. Ya'ni o'sha ishlayotgan ishining har qo'shimcha soati uchun, undan tashqari qo'shimcha soati uchun $65 dan narx qo'yapti. Endi bunga yozib qo'yaman. Har soat uchun. Xo'p, bizdan so'raladi, savol turini agar yaxshi bilsalaringiz, so'raladiki, o'sha carpenter kim bo'lsa ham x soat davomida ishlasa, o'sha ishlagan puli qancha bo'ladi? Which equation qaysi tenglama gives beradi total amount, ya'ni siz ham savolni juda ham maydalab so'raydi-da. X nimaligini bilsak bo'ldi. Y demak amount, total amount umumiy pulni miqdori ekan, x esa hour of work, ishlagan soatlari soni ekan. Demak, nima qilaman? Dastlabki 3 soat uchun $234 bo'ldi. Jami x soat ishlasa, qolgan x minus 3 soat qoladimi? O'sha x minus 3 soatiga $65 dan pul oladi. X minus 3 soatiga $65 dan hisoblaymiz. Mana shu umumiy pulni miqdorini beradi. Hop. Mana shundan soddalashtirsam, qavs ochaman. 65x qo'shilgan
39 bo'ladi. Ko'paytirib ayirishni bajardim. Biza to'g'ri javob A bo'ldi. Bu soddasi, ya'ni dastlabki nechidir soatga belgilangan summa qolgan soatga ma'lum bir summadan qo'shiladi. Sizga uchraydigani, bundan keyingi savolda ko'ramiz. Ya'ni uni maqsadi bo'ladi. Misol uchun dastlab qanchadir pul bo'ladi, to'lov belgilangan, umumiy qanchadir to'lovgacha yetib borish kerak. Va qanchadir vaqt ishlaydi, X soatmi, T soatmi ishlaydi. Maqsadga erishish uchun yana unga necha pul kerak bo'ladi yoki qancha vaqt kerak bo'ladi. Mana shu kabi savollar sizga beriladi. Bunisi oson hozircha. Keyingisiga o'tamiz. 4-savol. Bu ham darajali modellashtirishga oid masala. Hop. Chalg'itadigan joyini sizga aytib o'taman. 30 team. Team so'zini bilishingiz kerak. Team bu jamoa. 30 jamoa competing a baseball tournament. Ya'ni baseball turnirida qatnashyapti. Bizga o'zi mana bu so'zlarni tarjima qilishingiz shart emas. Shunchaki 32 ta jamoa borligini bilsangiz yetarli masalada. Undan keyin davomida nima bo'lyapti, jarayonlarga e'tibor bering. Savol turini bildingiz, darajali modellashtirishga oid mana shu masala orqali, ya'ni sizga berilgan shartlarni qanoatlantiruvchi funksiyasini tuzishingiz kerak. Darajali modellashtirish funksiyasini tuzyapsizmi? Sizga har qanchadir vaqtda qancha miqdorga oshayotgani yoki necha foizga oshayotganini bildiruvchi kalit so'zlardan foydalaning. Biz aytyaptiki, 5 raundga bo'linadi. Mana shu turnir 5 raunddan tashkil topgan. Endi asosiy joyi keldi mana. Each round, har bitta raunddan keyin after so'zini bilasiz. Har bitta raunddan keyin half. Mana bu eng muhim so'zlarimizdan biri biz uchun. Half degani bu yarim. Yarmi. Har bitta turnirdan keyin o'sha jamoalarning yarmi hop eliminate degan nimadir qiladi. Ya'ni o'sha turnirdan chiqib ketadi. From dan tournament. O'sha turnirda o'z faoliyatini yakunlaydi. Jamoalar ya'ni 32 ta bor. Endi mana shu joyda biza qancha chiqib ketayotgani emas, qancha qolgani muhim. Chunki savolda shu narsa so'ralyapti. Savolda aytyaptiki, agar erta jamoa remain, mana erta jamoa qoldi. O'sha turnirda X ta raunddan keyin. Ya'ni biza qolganini so'rayapti-da. Qancha qoldi? Lekin bizga savolda qanchasi chiqib ketayotganini bilinyapti. Misol uchun hozir xalfni o'rnida 3 dan 1 chiqib ketadi deganda biz chalg'itib qo'ygan bo'lar edi. Biz 3 dan 1 chiqib ketsa, qolgan 3 dan 2si qolishini bilishimiz kerak. So'rayotgan savol, quyidagilarning qaysi biri gives beradi r ning qiymatini x orqali? Xo'p, dastlab 32 ta bor edi. Har bir turnirda yarmi chiqib ketsa, yarmi qoladi. 1/2 ta qoladigan qismi nechta tur bo'lyapti? Ikkita tur. Ikkita turda mana shunchasi qoladi. Demak, to'g'ri javob hop C. 4 ga. Keyingi 5-savolga o'tamiz. 5-savol. O'qiymiz savol turini. Demak, savol turi qanaqa? Siz berilgan shartlarni qanoatlantiruvchi, ya'ni mana shu berilgan masalani qanoatlantiruvchi chiziqli funksiyani aniqlashingiz kerak. Yuqorida darajali funksiyani aniqlashingiz kerak bo'lsa, endi chiziqlisini aniqlashingiz kerak. Bu ham zo'r chalg'ituvchi masalalardan biri. Boshida gapning egalari, gapning kesimlari bu sizni chalg'itib qo'yadi. Tarjima qila olmasligingiz ehtimol juda ham yuqori bo'ladi. O'shaning uchun nima qilasiz? Siz o'zingizga kerakli joyini tarjima qilasiz. Demak, o'sha energy efficient air conditioning o'sha konditsioner. O'sha air conditioning sistemasini narxi, xarajati. Cost so'zini bilasiz. Cost bu xarajat. Xarajat $4200 xarajat qilindi. O'sha air conditioner sistemasi uchun $4200 xarajat qilindi. Including o'z ichiga oladi installation, ya'ni o'rnatib berishni o'z ichiga oladi. Bu so'zlar biz uchun ortiqcha, faqatgina qancha xarajat ketayotganligini bilishimiz kerak. Xarajat minus bo'ladi, ya'ni -4200 degan javob. O'zi ikkita javobda turibdi, -4200. Yoki B yoki C.
Endi davomini o'qiymiz. Business owner, o'sha biznes egasi save saqlab qoladi $940. Mana ikkinchi kalit so'zlardan biri. $940 per year, yiliga $940 saqlab qolyapti. Operate o'sha o'rnatgani uchun new system, yangi sistema o'rnatganligi uchun $940 saqlab qolyapti. Bo'ldi. Mana shu joydan siz to'xtatsangiz bo'ladi endi. Chunki savol turini bilgan kishi mana shu joyda to'xtatadi. Nima uchun? Chunki sizdan so'raydi. A, yiliga $940 tejab qolyapti. Xarajat qancha xarajat qilgan? $4200 xarajat qilgan. Bu yoqda sizdan so'raydi, o'sha kondisioner sistemasi X yil davomida qancha pul tejab beradi? Yoki bitta savolni o'qisangiz ham bo'ladi. Which function, quyidagi funksiyalarning qaysi biri in dollarda mana business egasi has ega bo'lgan saved saqlab qolishga, ya'ni saqlab qolgan X years after, X yildan keyin purchasing new system, ya'ni yangi sistema o'rnatganidan X yil o'tsa u qancha pulni saqlab qoladi. Pulni qanchaga saqlab qoladi? Xo'p, har yili qanchadan saqlab qolyapti? $940 saqlab qolyaptimi? Yiliga X yilda qancha saqlaydi? 940 ko'paytirilgan X. Mana shuncha pulni tejab qoldi. Lekin uni dastlab xarajati bor edi boshida. O'sha xarajatni ham ayirib tashlaymiz endi. Ayrilgan 940x ayrilgan $4200. $4200 ni ayirsam, ya'ni xarajatni olib tashlashdan toza foydasi qoladi unga. Profiti qoladi. 940x ayrilgan 4200. Demak, bizga to'g'ri javob C bo'ldi. 6-savolga o'tamiz. 6-savol ko'rinishidan qo'rqinchli, lekin aslida eng sodda savollardan biri bu. Ko'pchilik mana shu funksiyani nimadir qilib hisob-kitob qilishga yoki boshqa mana t taqsim 7 borligi uchun 7 ga bo'lishga harakat qiladi. Chalg'ituvchi savollardan biri bo'lganligi uchun oldin buni ham. Savol turi qanaqa? Sizga funksiya, kvadrat funksiya berilgan. Kvadrat funksiyada odatda biz nima qilamiz? Odatda ikki xil usulda. Birinchi o'rinda shunchaki funksiyani qarab savolni o'qiymiz. Agar savol birozgina qorong'ulik bo'lsa, savolda m bilan t ning qiymati nimaligini aniqlaymiz. Hozir aniqlaylik boshidan. Qani nima bo'lar ekan? Body massa, mana mt o'zidan oldin nimaligi yozilgan bo'ladi. O'sha mt nima ekan? Body massa. Yozib qo'yaman. M bu yerda body massa. Massani bilasizda, body tana degan. O'sha tana massasi. Endi kilogramda hisoblanar ekan, jirafaniki. T nima ekan? T bu yerda days, kun ekan. After, keyin, it was born. Tug'ilganidan keyin, born degan tug'ilmoq bo'lsa, tug'ilganidan keyingi kunlar soni. T ni yozib qo'yaman, kunlar soni. Mana shu joy yetadi bizga. Savolni o'qiymiz endi. Savol turi ham bu mavzuni ko'rib yurganlarga keyin juda ham oson savol turi. M70 o'sha teng 389 ni best interpretation so'ralyapti. Yuqorida yozilgan, qarang, best interpretation, eng yaxshi izohi nima deb so'rayapti sizdan. Ya'ni bu yerda t ning qiymati 370 bo'lyaptimi? Tepadan yozib qo'yaman. T ning qiymati 370 va m ning qiymati 389. Endi o'zbekcha ayta olamiz. T nima edi? Tug'ilganidan keyin necha yil o'tganimi? Xo'p, necha kun o'tgani? Demak, men o'zbekchasini aytsam bo'ladi. Tug'ilganidan keyin, o'sha nima bo'lsa ham tug'ilganidan keyin 370 kundan so'ng m ning qiymati body massamidi? O'sha body massasi 389 ga teng degan javobni olib qo'yaman, bo'ldi. Yana javobni o'qiyman. Predicted body massasi o'sha jirafaning body massasi 370 kilogramm bo'ladi. Qarang, chalg'ityapti. 370 emas bizda. 370 bu kunlar soni edi. 370 massa emas. Teskarisini aytib qo'yapti bu yerda. 370 kun, 389 massa bo'lishi kerak. A javob, teskarisi xato. B javobni o'qiymiz. B javobda aytayaptiki, taxminan 389 kilogramm bo'ladi body massasi. 389 kilogramm bo'ladi. 370 after 370 kundan keyin it was born. Mana shu javob to'g'ri. Tug'ilganidan 370 kundan keyin body massasi 389 ga teng bo'ladi degan javobni olamiz. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. 7-savol. 7-savol ham, ya'ni har bitta imtihonda oriyatlar ham tushib kelayotgan o'sha
Bu qaysi oy? Iyun oyida tushgan. Iyun oyida ham o'sha savol bo'lgan demak. Mart oyida ham shaklini o'zgartirib beryapti. Misol bu yerda hozir jadval ko'rinishida berilgan bo'lsa, mart oyida bu savol shunchaki bitta to'plam ko'rinishda, A to'plam, B to'plam ko'rinishda uchradi. Yoki undan oldingi imtihonlarda mana shu turdagi savol e, boshqacha grafik ko'rinishda kelgan edi. Lekin hammasinin ma'nosi bir xil. Ma'nosi qanaqa? Ma'nosini tushuna olsangiz savol zo'r topasiz. Ma'nosi sizga bitta to'plam beriladi. U jadval ko'rinishdami, u grafik ko'rinishdami farqi yo'q. O'sha to'plamni qaysidir bir elementi boshqa element bilan yoki almashtiriladi, yoki olib tashlanadi, yoki unga yangi element qo'shiladi. O'shanda sizdan yoki massa, o'rtacha qiymat qanaqa o'zgarishi yoki mediananing qanaqa o'zgarishi yoki standart deviationi qanaqa o'zgarishi so'raladi. Odatda mana shu 3 ta turdagi savol sizdan ko'p so'raladi. Hozir bu yerda e'tibor berasiz, jadvalning tepa qismi bizga shart emas. Jadvalning tepa qismi, jadvalning o'zidan nima berilganini topib olamiz. Ya'ni mana bu yerda odatda kategoriya beriladi. Kategoriya. Bu yerda esa chastota beriladi. Ya'ni nechta ekanligi, o'sha kategoriya necha marta o'sha to'plamda ishtirok etayotganligi. Misol hozir bu yerda nima deb faraz qilsak bo'ladi mana shu. Nollar ikkita, ikkita nol bor, to'rtlar ikkita, beshlar ikkita, oltilar ikkita, yettilar bitta va hokazo. Mana shunaqa tahlil qilamiz. Endi qayerdan boshlab o'qiymiz? Mana bu yerdan boshlab o'qiymiz. Data value qiymat, qaysi qiymat? 17 qiymat remote. Remote degani olib tashlansa degani. Olib tashlansa data set A. A to'plamdan olib tashlandi va create B. B to'plam hosil qilindi. Ya'ni bitta element shunday olib tashlanyapti-da. Yangi to'plam hosil qilyapti. Endi sizga savol. Qaysi element olib tashlanyapti? 17 element olib tashlanyaptimi? 17 to'plamning qanaqa darajadagi element eng kattami, eng kichikmi yoki aniqlab bo'lmaydimi? Bu yerda hozir eng katta element olib tashlanyapti. Demak, sizga eng katta element olib tashlansa, hammasini bemalol topilasiz. Misol uchun, o'rtacha qiymat kamayishi 100%, aniq. Eng katta element olib tashlansa, o'rtacha qiymati kamayishiga sabab bo'ladi. Standard deviation-chi? Standard deviation bu eng chetdagi elementi bo'lganligi uchun standard divisionni ortishiga sabab bo'ladi, kamayishiga sabab bo'ladi. Chunki to'plamda elementlari bir-biriga yaqinlashgani sabab. Hozir bizga so'ralayotgan savolni o'qiylik. Qani nima so'ralyapti? Which statement, qaysi jumla best compare, eng yaxshi compare, ya'ni taqqoslaydi medianasi. Bu yerda medianasini so'rayapti ekan. Medianasi so'rasa eng osoni bo'ladi. Chunki ikkita to'plamning medianasini ham topish juda ham oson. A to'plamda dastlabki holatda nechta element bo'lgan? 11 ta elementi bor. Mana 11 kun davomidagi hisoblanganligi uchun 11 ta element bor. 11 ta element bo'lsa 6-kun bo'ladi. Mediana. O'rtadagisi 6-kun. Bu yerda 2, 2, 2. Demak, mediana A holatda 5 ga teng bo'lgan. Endi 17 olib tashlansa, bizda 10 ta kun qoladimi? 10 ta kun. 10 ta kun uchun mediana 5-si bilan 6-si bo'ladi. Xo'p, 5-si. Mana bu 2 ta 2 ta 4 ta bo'ldi. 5-si ham 6-si ham 5 ga teng ekan. Demak, MB ning qiymati 5 bo'ladi. 5 ga 5 ni qo'shib 2 ga bo'ldim. Mediana o'zgarmadi. O'sha javobni topaman. Odatda o'zgarmaydi degan javob C da bo'ladi. Buni ham bilsangiz, oldindan bilsangiz, vaqtdan tejash imkoniyatini beradi. A javobda qaysidir katta deydi, B javobda o'sha kichik deydi. Misol, A javobda hozir bizda B to'plamining medianasi kichik deyapti A to'plamdan. B javobda o'shaning teskarisi. B to'plam A to'plamdan katta deydi. C javobda teng deydi. D javobda yetarli emas ma'lumot. Ko'pincha shunaqa holatda bo'ladi. 7 dan so'ng 8 savolga o'tamiz. Aha, mana 8 savol boya men sizlarga aytib o'tgan qiyinroq bo'lgan savol turi. Ya'ni chiziqli funksiyaning qiyinroq bo'lgan savol turi. Bu masala sonlari ham o'zgarmasdan, boshqa undan iyunda tushgan bo'lsa, bu undan keyingi imtihonlarda ham sonlari o'zgarmasdan tushdi mana shu savol. Xo'p, unda boshladik. Chiziqli savol turini javoblardan bilib turibsiz. Mana shu berilgan ma'lumotlar asosida chiziqli funksiyani biz aniqlashimiz kerak. Bizga nima berilgan? Xo'sh. Initial, mana bu so'z dastlabki degan initial. Dastlab
dastlabki. Observation of population, ya'ni kuzatish, bu so'zlarni biz odatda tarjima qilmasligimiz kerak. Dastlabki qiymati o'sha koloniya nima bo'lsa ham shu 1100 ta B degani bu asalari degani o'zi aslida. Dastlabki kuzatishda beekeeper degan o'sha asalari tutuvchi, asalari boquvchi shunaqa ma'noda. Dastlabki holatda 1100 ta asalarini kuzatgan. Endi goal degan so'z, mana buni yozib qo'yaman, chetda yozib qo'y. Odatda bu turdagi savollarda dastlabkisi berilgan bo'ladi, ya'ni oxirgisi berilgan bo'ladi. Goal bu maqsad o'sha. Initial dastlabki, undan keyin goal. Maqsad. Dastlab nechta bo'lgan? 1100 ta bo'lgan. 1100 ta. Undan keyin maqsad qanaqa? Goal. Maqsadi increase, oshirish o'sha asalarilar sonini 2600 taga. Maqsad 2600 ta. Xo'p. Endi keyin gapda aytyaptiki, modeldan foydalanyapti. Uses model. O'sha beekeeper asalari boquvchi modeldan foydalanyapti. Qanaqa modeldan? Koloniyani boshlayapti 1100 ta bilan, dastlab 1100 ta bilan boshladi va increase oshiryapti 120 ta per week haftasiga. Qarang, 1100 ta bilan boshlayapti-da, undan keyin har hafta 1200 ta qo'shyapti, 120 ta qo'shib boryapti. First, lekin bu ham dastlabki 2 week, 2 hafta. After, keyin initial observation, dastlabki kuzatganidan 2 hafta davomida mana shunaqa modeldan foydalanyapti. 2 hafta 120 tadan qo'shib boryapti. Ya'ni 240 ta qo'shdi 2 hafta davomida. Va so'ngra increased, oshirdi. Ya'ni u ko'z yetmayapti 120 tadan bo'lsa, endi o'sha maqsadini oshiryapti. Increase, oshirdi 180 taga per week. Har hafta 180 taga oshirdi endi mana bu. 180 ta qo'shib boryapti har hafta. Until gacha, qachongacha? O'sha maqsadiga erishguncha. Endi bizdan so'ralayotgan savolni o'zi mana shu joygacha tarjima qilib tushuna olsangiz, savol kerak emas. Oxirida sizdan nechta bo'lgani so'ralyaptimi yoki nechta yana maqsadga erishish uchun nechta qolganimi? Maqsad so'zini bilsangiz, sizdan katta ehtimol bilan maqsadiga nechta yana bor deb so'raydi. Mana shu modelga asoslangan holatda at the end of week. Qarang, W week deyapti. W haftadan keyin, W haftaning oxirida. Predicted number of B. O'sha asalarilarning taxminiy soni need, kerak bo'ladigan reach, erishishi kerak bo'ladigan beakerning goal, maqsadiga erishish kerak bo'ladigan asalarilarning soni so'ralyapti. W haftadan so'ng. Bo'ldi. Yozaman. Qarang, 1100 ta bizda bor, plus 2 hafta davomida 120 tadan oshirdi. Undan keyin jami W hafta o'tdimi? Bu yerda 2 hafta ketsa, bu yoqda W ayrilgan 2 hafta qoldi. Mana shu W ayrilgan 2 hafta davomida 180 tadan oshiryapti. Endi jami asalari soni mana shunchaga yetdi. Mana bu jami hozirda unda bor bo'lgan asallarlar soni. Endi biza maqsad qancha edi? 2006 ta. O'sha 2600 tadan ayirib tashlasam mana shuni 1100 qo'shilgan 240 qo'shilgan 180 ta W ayrilgan 2. Mana shuni soddalashtirsam, bizga yana nechta asalari kerak bo'lishi kelib chiqadi. Xo'sh. Endi buni soddalashtirsam 1620 ayrilgan 180 ta W bo'ldi. Bu savol turini ham yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Sizga tavsiya qilaman, mart oyida ham mana shunga o'xshash bitta qiyinroq savol tushdi. Ya'ni 6 oy davomida o'zgarmagan, chiziqli. Undan keyin 6 oydan keyin u har haftasiga 3 martadanmi oshirgan degan savol bor edi. Mart oyining savollarining yechimida buni ko'rib chiqamiz hozir. Keyin agarda siz qaysi savol turida qiynalayotgan bo'lsangiz, xuddi o'sha savolga doir o'zingiz oldin ishlagan testlardan bo'lishi mumkin yoki o'zingiz oldin o'tgan mavzulardan mana shu mavzuga doir, savol turiga doir misollarni takrorlang, kamida 4 ta 5 ta. Biz yopiq guruh ustozlarimizda bu jarayon anchagina oson, chunki
qo'lida tayyor kitobi bor. O'sha kitob orqali mana shu mavzularning hammasi kitobda bor. Siz qaysi misolda birozgina qiynalyapsizmi? Kitobingizni ochasiz, Sattekers Math kitobingizni. O'sha kitobdan mana shu mavzuni topasiz. Sizga 44 ta savol bor. 44 ta savolni to'g'ri oldin bitta ishlab chiqqan bo'lishingiz mumkin, lekin qiynalyapsizmi? Yana bir marta o'sha savollardan kamida bir 10 tasini olingda, bitta takrorlab oling qiyinlarini. Shunda sizga zo'r effekt beradi. 10 kun davomida maksimal qo'lingizga keladigan ballingizni oshirish uchun harakatingiz mana shu bo'ladi. 9-savol. 9-savol. Matnli masala, foizlarga oid matnli masala. Boya aytdim-ku, matnli masala odatda ko'pi foizlarga oid yoki proporsiyaga oid yoki harakatga oid matnli masalalar tushadi, o'rtacha qiymatga oid. Biz hozir foizga oid masala tushyapti. Xo'sh, endi birinchi gap bizga shart emas. Start of week haftaning boshlanishida equal number degan so'zni ko'rganligim uchun buni men yozdim. Ikkinchi nimani ham tarjima qilyapmiz. Gapni ham tarjima qilyapmiz. Two species. Ikkita tur deyapti. A tur deyman, mana shuni yoki B tur deyman. A tur yoki B turga bo'ldim ikkita turni. O'shalarni haftani boshlanishida equal number teng bo'lgan ekan ikkalasida. Nima bo'lsa ham ikkalasi ham ikkitadan bo'lgan. Xo'p, at the end of week o'sha haftaning oxirida endi nima bo'lyapti? Qaysisidir qanchadir foiz oshadi yoki kamayadi. Keyingisini ham o'sha qanchadir foiz oshgani yoki kamaygani beriladi. Matnli masalan, mana shu savol turnisiga mohiyatini aytyapman. Undan keyin oxirida so'raydi, o'sha hosil bo'lgan natijaning bittasiga ikkinchisidan necha foiz ortiq yoki bittasiga ikkinchisidan necha foiz kam. Mana shu narsa so'raladi katta ehtimol bilan sizdan. Uchinchi o'qib ko'ramiz. Number of prey. Ikkita narsaga bo'lingandan keyin nomlari ham bor ekan uning. Xo'p, mana predator hamda prey. Mana bu predator deymiz. Bunisi prey. Bizga aytayaptiki, preylarning soni increased. Kalit so'z oshyapti 2700%ga. Mana bu 2700%ga oshdi. 2700% oshish bu 28 barobar oshishga teng. Foiz mavzusidan buni bilishingiz kerak. 2700% oshish bu 28 barobar. 100 ni qo'shib 100 ga bo'lasizda. Agar bilmasak, mana shu usuldan foydalansak bo'ladi. 100 ni qo'shamiz, 100 ga bo'lamiz. 28 x ta bo'lgan. Start, ya'ni boshlanishiga qaraganda. And va number of predator ikkinchi turi. Mana bu ya'ni birinchi turimiz biz uchun increased oshyapti, 180% oshyapti. Bu 180% 2.8 barobar degan. 100 ni qo'shaman 280 bo'ladi, 100 ga bo'laman 2.8. 2.8 x ga teng bo'ldi. Ya'ni boshlanishiga nisbatan mana shuncha foizga oshdi. Endi savol number of preylarning soni mana bu 28x at the end haftani oxiridagi p foizga greater z bo'ldi. Mana shu joyda o'zi aniq bo'ldi hammasi. P foizga oshiq deyaptimi? Bundan mana bu predatorlar sonidan. Ya'ni 2.8x imiz bu 100% bo'lsa, 100% bo'lsa, mana bu 28x imiz bu 10 barobar katta bo'lgani uchun 1000% bo'ladi. Qancha foizga oshiq deganligi uchun ayirib qo'yaman. 1000 dan 100 ni ayiradigan bo'lsam 900% ga oshiq bo'ldi. 900%. Bizdan so'rayotgan narsa aynan mana shu. Demak, javob ko'ramiz. 900 ni. Keyingi savolga o'tamiz. 10-savol. 10-savol hattoki mart oyida ham tushdi. Bu iyunda ham tushgan. Sonlar ham o'zgarmagan holatda tushyapti. Lekin chalg'ituvchi joy bo'lganligi uchun ko'pchilik savolda ham qiynaladi. Chalg'ituvchi joy qanaqa? Chalg'ituvchi joyini aytib o'taman sizlarga. Birinchi gap bizga kerak emas. Bironta son ko'rmadim. Faqatgina ikkinchi gapni o'qiyotgan vaqtimizda hozir sizlarga bitta lekin joyini aytaman. Each structure height. Qarang, has ega height. Height nima degan? Balandlik. Demak, balandlik nima shaklda bo'ladi? Bizga nima shakl berilganligini birinchi gapdan ko'ramiz. Xo'sh, balandlik to'rtburchak bo'lishi mumkin, kvadrat bo'lishi mumkin, uchburchak bo'lishi mumkin, va hokazo shakllar. Bu yerda right rectangular prism. Demak, prizma borligini biz tushunsak bo'ladi shundan. Prizma bor ekan, prizmaning balandligi bizga berilgan, balandlik h 11 inch. Va endi length of structure base. Qarang, base asos deganimi? O'sha structurening asosining length uzunligi asosining uzunligi x inch. Mana asosining uzunligi x inch deyman.
mana bu joyda chalg'itish boshlandi. Which o'sha qaysiki mana shu x inchni ta'riflayapti. Mana shu x inch qanaqa ekanki, shunaqa ekan. 1 inchga more than 1 inchga kattaroq ekan width of structures base, ya'ni o'sha asosining width nima degani? Kengligi. Asosining kengligidan 1 inchga uzunroq ekan. 1 inch uzunroq deganligi uchun ko'pchilik mana shu more than so'zini ko'rib x plus 1 olib ketgan. Lekin aslida bizda qaysidan 1 inch uzun deyapti? Mana shu asosining uzunligi x ning qiymati deyapti. Mana bu kengligidan 1 inch uzun deb sizga aytyapti. Bundan xulosa kengligi mana shu x dan 1 inch qisqa bo'ladi. Ya'ni bu x minus 1 bo'ladi. X plus 1 emas. Lekin joyi shunda. Endi savolni o'qiyman. Which function qaysi funksiya volume hajmini beradi? Mana shu structurening hajmi so'ralyapti. Endi v ni topish uchun uchalasini ko'paytirib qo'yaman bo'ldi. 11 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan x minus 1. Hop, 11 x minus 1. Demak bizda to'g'ri javob A bo'ldi. Aytib o'tganimdek, mana shu savolni siz qaysi savolda turida qiynalayotgan bo'lsangiz, xuddi shunga doir bir qancha savollarni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Loyihamizning asosiy maqsadi qisqa vaqt ichida SAT matematikasidan balingizni maksimal darajada oshirish. Bu uchun siz o'zingizni kamchiliklaringiz ustida bir hafta davomida ishlashga harakat qiling. Kamchiliklarni qanaqa qilib aniqlaysiz? 10 ta top savollar tashlanyapti. O'sha savollarni har birini yechib, qaysi savolda qiynalsangiz, faqat o'sha mavzu, o'sha savol turida ishlashingizni tavsiya qilamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, qolgan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang.